Qanaqa qilib hamma ishlarga ulgurish mumkin? Sizga savol: nimaga butun kuningiz bo'sh bo'lgan kunlari ham hech nimaga ulgurmaysiz? Ya'ni vaqtingiz bor, hech kim xalaqit bermayapti, ertalab hamma ishni qilaman deb turgansiz. Lekin kechqurun qarasangiz, deyarli hech nima qilinmagan. Ro'yxatdagi ishlaringiz ertaga ko'chadi, ertaga bo'lsa indinga ko'chadi. Ko'pchilik hamma ishga ulgurish uchun ko'proq vaqt kerak deb o'ylaydi. Vaqtim yetmayapti, bu meni eng ko'p eshitadigan gaplardan bittasi. Shuncha odamlar vaqtni boshqarishni o'rganadi. Har xil to-do'lar qiladi, qanaqadir applar yuklab oladi, rejalar tuzadi. Lekin men sizga boshqa bitta narsani aytaman. Gap vaqtda emas. Sizga kuniga yana 10 soat vaqt qo'shib berilsa ham katta ehtimol bilan boshqa ishlarga ulgurmaysiz. Chunki hamma ishga ulgurishni vaqt hal qilmaydi. Uni butunlay boshqa narsa hal qiladi. Bu videoda sizga aynan o'sha narsani va uni qanaqa boshqarishimni to'liq ochib beraman. Ismim Humoyun Sobirov, ta'lim sohasidagi tadbirkor bo'lganim uchun ham hozir bitta vaqt o'zida bir nechta loyihalarni yuritamiz. Kompaniya vazifalari bor, zapusklar bor, o'quvchilarga yordam berish, mana sizlarga berayotgan kontentlarni tayyorlash. Shu bilan birga sportga ham vaqt topaman, oilamga vaqt ajrataman, sayohatlar deysizmi yoki missiya qilib qo'yganda loyihalar deysizmi, hammasiga vaqt yetadi. Lekin har doim bunaqa bo'lmagan. Bir paytlar men o'zimni tez charchaydigan, katta ishlarni qila olmaydigan odam deb yurardim. Keyin ketma-ket xatolarimni topib, tizimlarni to'g'riladim. Bugun shu yo'lda tushunib yetgan 7 ta prinsipni aytib beraman. Bular motivatsion yoki qaysidir internetdagi videodan olingan gaplar emas. Bu har kuni o'zim ishlatadigan, amal qiladigan maslahatlar. Videoni oxirida bo'lsa, kuniga atiga 10-15 daqiqa oladigan, lekin boshqa hamma prinsiplarni ushlab turadigan bitta odatni aytaman. Shaxsan men o'sha odatni tashlab yuborsam, butun tizimim buzilishni boshlaydi. Shuning uchun tavsiya qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi prinsip: eng muhim resurs bu vaqt emas, bu energiya. Bizni boshqaradigan asosiy narsa bu energiya. Tabiiyki vaqt ham, pul ham muhim, lekin energiya bulardan ham muhimroq bo'lgan resurs. Nega bunaqa deyapman? Misol uchun aksariyat odamlarda vaqt aslida bor. Ayniqsa yoshlarni oladigan bo'lsak, ishdan keladi, kechki payti bo'sh. Dam olish kunlari butunlay bo'sh. U ishlash xohlaydi, rivojlanish kerakligini ham biladi. Lekin o'tirib kino ko'radi, telefon titkillaydi yoki bitta ishga o'zida energiya topa olmaydi. Shunaqa vaqt o'tib ketadi. Muammo nimada? Vaqtidami? Yo'q, ishlashga energiyasi yo'q. Ya'ni odamni ishlatadigan narsa bu bo'sh vaqt emas ekan. Butun kuningiz bo'sh bo'lishi mumkin, lekin energiyangiz bo'lmasa, katta ehtimol bilan kuningiz foydasiz o'tadi. Endi eng qizig'i, bu energiya qayerdan keladi? Ko'pchilik o'ylaydi, bu uyqudan, ovqatdan, dam olishdan. Bular ta'sir qiladi, to'g'ri, lekin asosiy manba boshqa joydan. Energiya miyangizdagi nastroykadan keladi. Buni o'zingizda tekshirib ko'rishingiz mumkin va albatta tajribangizdan ham o'tgan bo'ladi. Agar ertangi kunga hech qanaqa reja qo'ymaydigan bo'lsangiz, qiladigan ishingiz bo'lmasa, 9-10 soat uxlab ham ertalab lanch bo'lib turasiz. Birdaniga turgiz ham kelmaydi. Chunki miyangizga kechqurun ertaga hech qanaqa narsa yo'q degan signal borgan. Endi teskarisini olaylik. Ertangi kuningiz to'liq rejalashtirilgan. Misol uchun soat 7 da sizda oshingiz bo'lishi mumkin. Undan keyin uchrashuvingiz, sportingiz, boshqa rejalar aniq yozilgan va bu miyangizda bor. Miyangiz uxlashdan oldin mashq ham vazifalarni ko'rgan va tayyorgarlik ko'rish boshlagan bo'ladi. Ertalab turasiz, kam uxlasangiz ham energiyangiz yetarlicha bo'ladi. Masalan, haftada shunaqa kunlar bo'ladi. Hozir mana jahon chempionatini ko'rib, ertalab soat 4 da 4:30 da uxlab, ba'zi paytlarda 6:30 da turishimga majbur bo'laman. Lekin aniq rejalarim bo'lgani uchun, aniq uchrashuv, qayerga borishim, nima ish qilishimni aniq bilganim uchun o'zidan o'zi energiya kelishni boshlaydi va bu kunning oxirida ham maksimal energiyam, resursim yetishiga olib boradi. Miya sizga yetilgan ishlarga quvvat ajratib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun ham men o'zimda juda ko'p buni guvoh bo'lganman. Eng zich kunlarim energiyam pikda bo'lgan va juda ham katta energiya bo'lgan va eng o'zimga yoqmagan kunlar, energiyasiz kunlar bu kun bo'yi zadachalarim juda ham kam yoki qaysidir payt dam olishdagi paytlarim bo'lgan. Bu yerda bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bu kam uxlash kerak degani emas va doimiy siz kam uxlab yaxshi energiyada bo'la olmaysiz. Kam uxlashni doimiy qilish bu faqatgina siz uchun juda katta zarar bo'ladi. To'g'ri, qaysidir paytlar sizda 3 soat, 4 soat uyqu bo'lishi mumkin, lekin albatta uni keyingi kuni to'ldirib qo'yishingiz kerak. Misol uchun menda ham qaysidir payt kam uxlaydigan bo'lsam, albatta keyingi kuni uni to'ldirib qo'yishim kerak. Chunki bu uyqu eng katta sizga energiya beradigan resurslardan bittasi. Lekin boya aytganimdek, hamma narsaga ulgurish bu vaqtni boshqarishdan emas, ko'proq energiyani boshqarishdan keladi. Endi savol tug'iladi, o'sha energiyani o'zi nima beradi? Nima o'sha energiyani o'chiradi? Bu yerda ko'pchilikni yillab ushlab turadigan bitta to'siq bor. U tashqarida emas, ichingizda. Ikkinchi prinsip bu men bunaqa odam emasman degan cheklovni olib tashlash. Men Cambridge o'quv markazida
proktolog bo'lib ishlayotgan paytlarim bitta narsaga juda ham hayron qolardim. Kembrij asoschisi Jahongir aka ustozim bo'lganlar va ularni ko'p kuzatardim. Bir tomonda butun boshli o'quv markazi, biza bilan ishlaydilar, undan tashqari boshqa bizneslari bor, minglab xodimlar va minglab zadachalar. Va u inson hammasini qilib ulgurardi. O'shanda men ichimda bularni hammasini qilish uchun odam boshqacha inson bo'lib tug'ilishi kerak, talantli bo'lish kerak deb o'ylardim. O'zim haqimda bo'lsa fikrim tayyor edi. Men tez charchayman, dangasarokman, katta ishlarni qila olmayman. Men shunaqa insonman deb qo'ygandim o'zimga. Keyin vaqt o'tib tushunib yetdim, bu meni xarakterim emas ekan. Bu men o'zimga o'zim qo'ygan cheklov ekan. Agar siz o'zingizga men 2 soat ishlasam charchab qolaman desangiz, rostdan 2 soatdan keyin charchaysiz. Miya siz bergan chegarani bajaradi. Bu yog'iga energiya bermaydi. Agar men bugun 12 soat sifatli ishlay olaman desangiz, ishlay olasiz. 20 soat ishlayman desangiz-chi? Yo'q, 20 soat tabiiy sifatli ishlay olmaysiz, bu yerda chegara bor. Lekin sizni real chegarangiz siz o'ylab turgan joydan ancha uzoqroqda bo'ladi. Bu narsalar motivatsion gap emas, bu ilmiy isbotlangan narsa va men buni neuroscientistdan konsultatsiya olib o'rganganman. Siz buni rad etasizmi yoki qabul qilasizmi, bu fakt. Buni vazn tashlashga ham o'xshatishimiz mumkin. Ba'zi odamlar ich-ichidan ishonadi, men ozolmayman, meni genimda bor, men hech qachon vez tashlay olmayman deydi. Bu noto'g'ri qarash albatta. Ozish bu matematika. Kaloriya defitsit bo'lsa odam ozadi, hamma ozadi. Bu yerda bitta farq bor. Kaloriyani to'g'ri o'lchagan va to'g'ri qilgan odamlar natija ko'radi, lekin bu narsani bilmagan odamlar yillar o'tib ham vez tashlay olmaydi. Keyin menda bo'lmaydi deb yurishadi. Hamma ishga ulgurish ham xuddi shunaqa. Bu qanaqadir talant emas, omad emas, matematika. To'g'ri tizim bilan ko'p ishlarga ulgurish mumkin. Noto'g'ri tizim bilan bo'lsa eng talantli odam ham ulgura olmaydi va ayb o'zini xarakteridan qidirib yuraveradi. To'g'ri, siz Elon Musk bo'la olmasligingiz mumkin. Men ham bo'la olmayman, chunki Elon Musk umuman oddiy odamlardek inson emas. Kuniga 15-20 soatlab ishlash bu odatiy odamni ishi emas. Lekin gap shundaki, siz hozirgi holatingiz bilan siz chiqishingiz mumkin bo'lgan bosqich yoki siz qilishingiz mumkin bo'lgan ishni hajmi orasida juda ham katta farq bor. Lekin o'sha narsani qaysidir instrumentlar emas, birinchi o'rinda miyangizdagi men qila olaman degan fikrlash ochadi. Sizda 1000 to'g'ri instrumentlar bo'lsa ham, lekin men qila olmayman deb o'ylasangiz, baribir qila olmaysiz. Xo'p, cheklovi oldigan deylik. Miya energiyani qatga qarab beradi. Mashitda men muhim deb hisoblaydigan javobga keldik. 3-prinsip bu soat bilan emas, loyiha bilan yashash. Mashhur investor, filosof Naval Ravikantda bitta menga yoqadigan gapi bor. U aytadiki, boy odamlar loyihadan pul topadi, lekin soatiga pul to'laydi. Qolganlar bo'lsa teskarisini qiladi, ya'ni soatiga pul topadi. Bu gap oddiy ko'rinishi mumkin, lekin ichida juda ham katta ma'no bor. Soatini sotib ishlaydigan odamni oling. Unda natijaga ownership, ya'ni mas'uliyat yo'q va e'tibor bering, faqatgina qilish kerak bo'lgan ishlarni qiladigan odamlar va faqat shu uchun ishlaydigan odamlar odatda katta narsaga ulgurmaydi. Hatto mayda zadachalarni ham oxiriga yetkaza olmaydi. Chunki miyasida bu ishlarning hech qaysinisi meniki emas degan narsa bor. Endi loyiha bilan yashaydigan odamni oling. U aniq bitta natijaga mas'uliyat olgan. U A nuqtadan B nuqtaga oxirgi natija qanaqa bo'lishini ko'rib turibdi. Bu yerda loyiha deganda qanaqadir ulkan biznes, katta narsa bo'lishi shart emas. 6 ta reels yozib chiqish ham loyiha, zapusk o'tkazish ham loyiha, raketa uchirish ham loyiha, uni umuman farqi yo'q. Muhimi, aniq natijasi bor va siz unga egalik qilasiz. Mana shu ownership, mas'uliyat bu energiyaning asosiy manbasi. Odam tabiiy ko'tara oladigan mas'uliyatni qancha ko'proq olsa va miyasida men o'sha loyihani oxirigacha olib boraman va yopaman degan fikr bo'ladigan bo'lsa, energiya shunga yarasha kelaveradi. Qizig'i, siz uni majburlab chaqirmaysiz, u o'zi keladi. Shuning uchun bitta amaliy qadamni sinab ko'rishingiz mumkin. Ro'yxatingizdagi har bitta ishga savol bering. Bu ish meni qaysi loyihamga xizmat qiladi va natijasi qanaqa bo'ladi? Agar javob topilmasa, bu katta ehtimol bilan qanaqadir ish emas, bu shunchaki bandlik. Bandlikka bo'lsa miya energiya berishi qiyin. Mana shu 3tasi: energiyani boshqarish, cheklov qilinmagan miya va istalgan ishda loyiha sifatida qarash va ownership olish poydevor fundament. Endi fundamentni to'g'ri qurib olgandan keyin instrumentlarga o'tsak bo'ladi. Oddiy tuyulishi mumkin, lekin aksariyat odamlarning fokusini eng katta himoyachisi deb bilaman. 4-prinsip juda ham oddiy, lekin chalg'itadigan hamma narsani o'chirib tashlash. Telefonim ancha yildan beri don't disturb degan rejim bor, o'shanda turadi. Menga hech qaysi ijtimoiy tarmoqdan, programmalardan notification kelmaydi. Telegram ham kelmaydi, Instagram ham kelmaydi. Umuman istalgan appdan xabar kelmaydi. Xabarlarni qachon o'qiyman? O'zim ilovaga kirganda. Ya'ni meni hech kim ishimning o'rtasida kelib chalg'ita olmaydi. Qachon ularga aloqaga chiqishi, qaysidir ilovaga kirishi men o'zim hal qilaman. Telefon qilishsa ham ko'pincha tusha olishmaydi. Faqat muhim insonlar, ota-onam, oilam, jamoam tusha oladi. Qolganlar telefon ko'tarilmagandan keyin tabiiy Telegramga yozadi. Nimaga? Chunki ular meni vaqtimga moslashi kerak, men ularning vaqtiga emas. Bu qo'pollik emas, bu kerakli tartib va siz uchun muhim bo'lgan tartib. Nimaga men bu narsaga bunchalik qattiq turaman? Chunki men ishonaman, meni va odamlarning eng katta kapitali bu fokus,
ya'ni diqqat. O'ylab ko'ring, odam menga nima telefon qilyapti? Mendan qanaqadir foyda, ekspertiza, natija kerak bo'lgani uchun. Xo'p, men o'sha ekspertiza, natija yoki mutaxassislikka qanaqa chiqqanman? Fokus, diqqat qilib ishlay olganim uchun. Barcha muvaffaqiyatli odamlarda shunaqa. Endi nimaga natija chiqqandan keyin mana shu joyimgacha olib kelishga yordam bergan narsalarni tashlab olishim kerak. Bu odatda odam butun umr o'zi bilan olib borish kerak. Ideal holatda o'zi telefonni umuman boshqa xonaga tashlab qo'yib ishlash zo'r. Ochig'ini aytsam, men buni har doim ham qila olmayman, chunki bizning ishimiz kommunikatsiyaga doir bo'lgani uchun telefon doim oldimda yuradi. Lekin farqi shunda, men Telegramga o'zim xohlagan vaqtda kiraman. U meni ishim o'rtasida chaqirib ola olmaydi. Endi shu prinsip ikkinchi qismi, ortiqcha narsani umuman tek-tugi bilan olib tashlash kerak. Masalan, telefonda keraksiz ilovalarning o'zi yo'q. Hattoki Uber programmasini faqat chet elga chiqayotganida qayta o'rnataman. Yoki qanaqadir o'yinlar, qanaqadir Apple hech qaysisi yo'q. Ko'raman, qaysidir programmani bir oy ishlatmadimmi, demak bu narsani o'chirib yuboraman. Yoki Telegramda qaysidir odam, qaysidir kanalni o'qimayapmanmi, undan tezda chiqib ketaman. Muhimi, meni fokusim juda ham kam narsaga qaratilgan bo'lishi kerak va istalgan fokusni oladigan narsalardan voz kechaman. Hatto kiyimda ham shunaqa. Odatda kiyimlarim hammasi bir-biriga o'xshaydi va soni ham cheklangan. Ertalab nima kiysam ekan deb o'ylab o'tirmayman. Har kuni bu uchun qaror qabul qilishni nima keragi bor? Chunki qaror qilish chegaralangan resurs va sizni energiyangizni oladi. Har bitta mayda qaroringiz ham hattoki sizni energiyangizni oladi. Kuniga mayda qarorlardan juda ham ko'p qilsangiz, kunning o'rtasiga kelib sizni katta qaror qabul qilishingizga energiya ham, quvvat ham qolmaydi. Mayda narsalarga ko'p qaror qilaveradigan odam katta narsalarga qaror qilishga yetib bormaydi. Va bu mayda ko'ringan narsani katta plyusi bor. Kichkina joylarda ham filtr qo'yish o'rgangan odam ertaga hayotida katta muammolar bo'lganda yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lganda hayotiga tahlaq berayotgan loyihalarni ham, hattoki keraksiz odamlarni ham chiqazora oladi. Bu xuddi investitsiyaga o'xshaydi. Million so'mni boshqarishni odat qilmagan odam milliard so'mni boshqara olmaydi. Filtr odat kichkina mashinaga o'xshagan loyihalardan, ishlardan boshlanadi. Shu mayda harakatlarni bajarsangiz, katta sizni fokusni oladigan ishlarga ham chalg'imaysiz. Fokusni himoya qildik. Endi o'sha diqqatni qatga qaratishni belgilab beradigan asosiy instrumentga o'tamiz. Men bu instrumentsiz bir haftani ham tasavvur qila olmayman. 5-prinsip kalendar bilan yashash. Kalendar programmasini 4 yildan beri jiddiy ishlataman va hamma ishga ulgurishimda menga eng katta yordam beradigan instrument deb ayta olaman. Ko'pchilik kalendarni sana ko'rish uchun ishlatadi. Menda bo'lsa kalendar butun haftani boshqarishimga yordam beradi. Har haftam oldindan rejalashtiriladi. Dushanbadan yakshanbagacha sport qachon, oilam bilan vaqt ajratish qachon, ishim qachon, syomkam, uchrashuvlar hammasi oldindan rejalashtirilgan va belgilangan bo'ladi. Haftani boshida butun boshlik haftani taxminan 80-90% уже yopilib bo'lgan bo'ladi. Atayin kuniga bir ikkita slot bo'sh qoldiraman. Qanaqadir force majeure holatlari chiqib qolsa, ularni qo'shib olsam bo'ladi. Va bitta qat'iy qoidam bor. Agar kimdir men bilan uchrashuv belgilamoqchi bo'lsa, oila a'zolarim, xodimlar yoki qanaqadir yonib turgan vazifalardan tashqari holatda uchrashuvni 2 haftadan keyinga qo'yaman. Nimaga? Chunki men boshqalarning rejasiga moslashmayman. Men doim o'zimning kalendarimga moslashaman. Kalendar oldindan rejalashtirgan odam vaqtiga hech kim aralasha olmaydi, qo'pol ma'noda burnini tiqa olmaydi. Kattaroq maktabda ham xuddi shunaqa. Men 1 yillik kalendar bilan yuradigan tadbirkorlarni bilaman. Yil oxirigacha reja qilingan, yil oxirida yoki o'rtasida qaysi davlatga borishi, qanaqa konferensiyasi bo'lishi, qanaqa uchrashuvlar bo'lishi oldindan rejalashtirilgan bo'ladi. Bileti ham olib qo'yilgan bo'ladi. Men ham sayohatlarim, safarlarim yoki katta shunaqa tadbirlarni yillik kalendarda qilishni boshlaganman va buni jarayondaman. Bu sizga nima beradi? Birinchidan, ertalab uyg'onganingizdan keyin bugun nima qilsam ekan degan savol sizda bo'lmaydi. Uyg'onasiz, kuningiz rejasi tayyor. O'ylab o'tirmaysiz, shundoq ketma-ketlikda qilib ketaverasiz. Ikkinchidan, prioritetlaringiz ko'rinadi. O'tgan haftangizga qarab, siz vaqtingiz rostdan muhim narsalarga ketdimi yoki keraksiz uchrashuvlar, keraksiz qanaqadir tadbirlarga vaqtingiz ketib, vaqtingizni sarflab yordingizmi? Buni hammasini bilib tura olasiz. Uchinchidan, esingizda bo'lsa, miya oldindan rejalashtirilgan ishlarga energiya beradi. To'liq rejalashtirilgan hafta bu butun haftaga buyurtma qilingan energiya manbai. Lekin tabiiyki, kalendar o'zi yetarli emas. Uni noto'g'ri to'ldirsangiz, u sizni qutqara olmaydi. Aksincha bosib qo'yish ham mumkin. Shuning uchun keyingi prinsip bu kunni to'g'ri rejalashtirish haqida. 6-prinsip bir kunga 2 ta yoki maksimum 3 ta katta vazifa qo'yish. Ko'pchilikning xatosi shu. Motivatsiya uyg'onib qolgan kuni ertasi kunga 7-8 talab katta vazifalarni tiqib tashlaydi. Ertaga hammasini qilaman deydi. Ertasi kun uyg'ongandan keyin bo'lsa, ro'yxatga qarab miyasi to'xtab qoladi. Qaysi biridan boshlashni bilmaydi va oxiri bittasini ham qila olmaydi. Meni qoidam boshqacha. Bir kunda 2 ta, nari borsa 3 ta katta vazifa olaman. 2 ta bo'lgani yoki undan ham kamroq
bo'lgani bu ideal. Katta vazifa deganda strategiya tuzish, qanaqadir katta syomkalarni qilish, muhim uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Ya'ni rostdan ham miyani band qiladigan, sizdan katta energiya oladigan vazifalarni nazarda tutolma. Ikkinchi darajali mayda vazifalarni 5-10 tagacha qilish mumkin. Ular kunni to'ldiradi, lekin og'ir ish kuniga maksimum 3 ta. Shuning uchun ham bir-biriga o'xshagan og'ir ishlarni bitta kunga qo'ymayman. Bir kunga strategiya ustida ishlash, katta syomkani amalga oshirish yoki qanaqadir yangi hamkor bilan ishlash, bularning hammasini yo'q qo'ymayman. Bu 3 ta narsa bir kunga sig'maydi. Uchalasi ham miyani eng qimmat rejimini talab qiladi. Buni ilmiy tarafi ham bor. Odamni kreativ ishlay oladigan vaqti chegaralangan. Kuniga 10 soat kreativ ishlab bo'lmaydi. Real chegara 2 soatdan 4 soatgacha. Shu 4 soatda zo'r ijodlar chiqadi. Qolgan vaqtda uchrashuv o'tkazishingiz, analiz qilishingiz, boshqa istalgan yengil vazifalarni qilishingiz mumkin. Lekin yana qo'shimcha 4 soat zo'r kreativ ish qila olmaysiz. Bu ham tasdiqlangan ilmiy tarafdan. Shuning uchun kunlarimni formati bor. Agar bitta kunga syomka rejalashtirgan bo'lsam, o'sha kuni maksimum ko'proq syomka qilaman. Strategiya kuni bo'lsa, men syomka qilmayman. Dars o'tadigan kunim maksimalni ko'proq dam olishga harakat qilaman. Masalan, bitta og'ir narsa atrofiga yengil vazifalarni qo'shaman. Buni tushunish uchun bitta mashhur o'xshatish ham bor. Bankaga avval katta toshlarni solsangiz, keyin mayda toshlar oralariga o'zi sekin-sekin kirib ketadi. Lekin teskarisini qilsangiz, avval mayda toshlar bilan bankani to'ldirsangiz, keyin kattalariga joy qolmaydi. Kuningizni ham shunga o'xshatsangiz bo'ladi. Katta ishni avval reja qilsangiz, mayda ishlar o'z avtomatik bo'lib ketadi. Mana endi qisman tizimimiz deyarli tayyor. Lekin videoni boshida bitta odatni va'da qilgandim. Kuniga 10-15 daqiqa oladigan, lekin mashq tizimi hammasini ushlab turadigan odat. 7-prinsip, kechqurun kunning oxirida 10-15 daqiqa bugungi kunni analiz qilish va ertangi kunga tayyorgarlik ko'rish. Aytganimdek, bu odat ikkita qismga bo'linadi. Birinchi qism bu bugungi kunni analiz qilasiz. Nimalarga ulgurdim, nimalarga ulgurmadim, agar qila olmagan, ulgurmagan ishlaringiz bo'lsa, nima uchun qila olmaganingizni analiz qilib chiqasiz. Mana shu nega degan savol juda ham ko'p narsani ochib beradi. O'sha qaysidir vazifani bajarmasligingizga sabab bu fiziki yetmagan bo'lsa energiyangiz, kuchingiz, demak bundan xulosa olasiz. Boshqa kuni bunaqa katta zadachalarni qo'ymaysiz. Agar qaysidir vazifa siz ko'p vaqtingizni olyapti, lekin natija bermayotgan bo'lsa, buni to'xtatish haqida o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Chunki baribir nimadandir voz kechiladi. 1-2 hafta shu tahlilni qilsangiz, o'zingiz real potensialingizni ham bilib olasiz. Bir kun o'zi rostdan nima qila olasiz, qachon sizga o'zingizga ortiqcha va'da berasiz, qaysi ishlar bo'lsa siz vaqtingizni o'g'irlab qo'yapti. O'zim muammo ham shunda, ko'pchilik o'ziga to'g'ri baho bera olmaydi. Chunki sababi hech qachon o'lchab ko'rmagan. O'lchamagan narsangiz bo'lsa, boshqara olmaysiz. Ikkinchi qism bu ertangi kunga tayyorgarlik. Kalendaringizni ko'rasiz, ertangi kunga nima vazifalaringiz bor va avtomatik bu narsalar haqida ozgina o'ylaysiz. Bu degani siz uxlayotgan paytingizda sizning miyangiz ertangi vazifalarga tayyorlanadi. Birinchi prinsip esizdami? Aynan shu haqida aytib o'tgandim. Uxlashdan oldin har bitta zadacha miyangizga yuklanadi va miyangiz ertangi kunga tayyorlanadi. Ertalab uyg'onganingizda energiya qidirib yurmaysiz, u tayyor bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hamma ishga ulgurish vaqtdan boshlanmaydi. U energiyadan boshlanadi. O'zingizga loyiha, mas'uliyat aniq bir nuqta qo'yganingizda keladi. Keyin esa tizim ishga tushadi. Chalg'itadigan narsalarni o'chirasiz, haftangizni kalendarda oldindan reja qilasiz. Eng muhimi bu shunchaki bularni bilish emas, qilib borganingiz yaxshi.